Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz hozir Kattaqo'rg'on shahridamiz. 5 kilovatli gibrid stansiyani qaytadan to'liq qilib beryapmiz. Panellarni simga tortib ketgan ekan. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana simga tortgan polni shpilka bulkaga qilinyapti. Montajlar noto'g'ri qilingan. 6 oydan beri ishlamayapti. Sotmay ham qo'ygan, umuman ishlamay qo'ygan. 2 kun oldin elektrik chaqilib inventorlarni uzdirib tashlagan. Hozir ish jarayonlari ketyapti bizda. To'liq qaytadan qilib chiqyapmiz. Panelni qotirib, bulka montajlarini, dasturlarni inventor to'g'rilab sotadigan qilib tarmoqqa sinxron ravishda ulab, akkumulyatorni inventorda moslashtirib, ikkovini bir-biriga nastroykalarni to'g'ri dasturlarni qilyapmiz. Hozir ustalarimiz ishlayapti, ish jarayonlari ketyapti. Mana 602 kilovatli inventor. 1-2 oy oldin bu yerda yonib ketganda pojar bo'lgan. Shundan keyin mana shu turibdi. Qo'yilganiga bir 8 oy bo'lgan. 2 oy ishlagan, mana 6 oydan beri ishlamagan. Biz shuni bizga murojaat qilib, to'liq qaytadan qilib, kabellarni ham PV kabel 1/6 o'zini maxsus lider kabellardan qo'yib, polni montajlarni hammasini olib keldik, qaytadan qilyapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz kuzatib boshida davom eting. Usta tanlashda adashmang.